Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana bugun Sherali akamizda mini zavodlariga keldik. Gazoblok ishlab chiqaradi. Mana shu reskalari ideal 40 ekan. O'zim ham mana shu apparatdan zakaz bermoqchiman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Mana qoliplari hozirda $11,000 deyilyapti. Kelishiladigan joyi bor. Bunaqa narx hech qayerda ko'rmaysiz, aniq. Ham bu sifatda o'zim ham aytdim-ku, yasatmoqchiman. Mana profillar qalin 5x5likdan ishlatilgan, listlari ham Magnitogorskiy listlardan ishlatilgan. Mana tagidagi profillarimiz ham katta, 8x4 qalin profillar, yonidagi mana mayda profillar ham qalindan ishlatilgan. Tagidagi balon ham kattasidan ishlatilgan, maydachadan ishlatilmagan, baquvvojida. Ko'p qoliplarda mana shu balonchasi mayda bo'ladi, pachimligi tugilib, yana qolipni remont qilishga to'g'ri keladi. Bu qolip anchaga xizmat qiladi. Sizlarga buni tavsiya qilmoqchi bo'lganim, ko'pchilik biladi, kanalimga o'zi podpisatsiya bo'lganlar. O'zim polisterol blok apparatini yasayman, qolipini yasayman. O'shaning uchun o'zimda vaqt bo'lmagani uchun Sherali akamizning oldiga keldik. Mana shu qoliplardan bonus mana shu mini zavodda zakaz bermoqchimiz. Ideal. Hozir $11,000 kelishiladigan joyi bor degan. Bo'lyapti 10 ta qolip, mana shu 10 ta qolipni yonida borti bilan, keyin 10 ta paddon reska berilyapti. Mana qishda mana shunday yopilgan parnikda, mana u yondagi bortlari bo'lyapti. Mana bu tomondan mana shu yerda o'zi 17 tami qolib ketgan mana shu parnikka, listachaga. Komplektda bo'lyapti. Mana bu yerda suv bochkasi. Keyin mana bu bochka, hammasi mana o'zi suvlarning o'rni ko'rinadi bemalol. Nimani ko'rsatib turadi. Burada tarozilar, mana shu meshalkamiz. Meshalka qo'yilyapti. Xohlasangiz o'zingizga mana bunday qo'shimcha bochka o'rnatib olishingiz ham mumkin. Agarda suv katta muammo bo'lsa, bu запасной bochka, lekin o'zi mana Penaplex bilan o'tib qilingan. Bu yerda 2 tonnalikmi, 2,5 tonnalik bochkasi bor ekan, shu 20 ta qolipga o'sbet qiladigan. Mana joy mana shunday yopib pomishini, agarda boshlanishingizda ochiq joyda ham ishlab, keyin o'zingiz chiqargan blokdan yopib olsangiz bo'ladi. Chotka bo'ladi. Qoliplar вообще ideal turibdi. To'g'riligi. Chotka turibdi. Mana nimada o'zi nomerlar ko'rinib turadi. 2 xohlasangiz 220 da qilib beradi. Xohlasangiz 380 da qilib beriladi. So'ng uchun mana qum, mana shu o'zimizga abishni shakar qum deydi. Shakar qumdan qo'shiladi. Sherali aka, yana bir narsani so'rayin. Bir xil klientlar chiqsa, meshalkani o'zini olaman, qoliplarim bor desa yoki bir xillar faqat qolip yasataman desa nima deysiz unga? Uni ham kelishamiz. Addini kelishilgan holda, masalan, reska, avtomat reska deyishi mumkin. O'shalarda ham addini. Meshalka addini yasayman deydi ko'plar qolip kam bo'ladi. Hozirda men aytdingiz, 10 ta qolip borti bilan 10 ta keyin paddon, reska, mana bu meshalka, keyin bu yerda suv bochka bo'lyapti. $11,000 kelishadigan ozroq joyi bor dedingiz. Lekin qoliplar idealni. Shu bo'yna aytganimdek, o'zim ham polisterol chiqaraman, apparatini yasayman, o'zimda vaqtim bo'lmagani uchun zakaz bermoqchiman. Haqiqatan kelib ko'rdim, hamma narsasi ideal sifati. Blokni endi vaqt aytib o'tirmay, haqiqatan u toshday bo'lyapti. Haqiqatan blokni ham retsepti ham ichida qo'shiladi. Bu retseptni o'zi topishda o'zi bir muammo. Chotka misol uchun hamma har xil retseptda ishlaydi. Mana shu retseptda bo'lyapti. Uni ko'pchilik ustiga nima yopib qo'yadi? Klyonka yopib qo'yadi paddonda. Bu yerda mana shuni ichiga tiqiladi bo'ldi. Har bitta qolip ustiga klyonka yopilish shart emas. O'zi retsepti o'zi demak zo'r tanlangan. Blokni o'zi ham haqiqatan vaqti sifatli. Xohlasangiz telefonlashib kelishingiz mumkin. Videoni pastida nomerini qoldiraman.
blok haqiqatan idealni. Bu blokni qo'rqmay birov bilan tortishib bemalol sota olasiz. Chunki sifat haqiqatan ideal. Gilamni retsepti ham bo'ladi. Retsept juda katta rolni o'ynaydi. Xohlasangiz, misol uchun retseptini ham sotasiz, Sherali aka. Endi retseptini shunda ham o'rgatamiz. O'zingizdan apparat olganlarga shu turish o'rgatasiz. Bo'ldi, ayni bir xil misol uchun apparati bo'lishi mumkin, o'zi oddiy retsept desa, где-то necha millionlar. Yo'q, uncha millionga bormaydi. Osroq emas. Gapi aka, sizda odam ham to'g'risi. Lekin qoliplar mana idealni miltiqni o'g'iday. Qoliplarda ham mana profillarni ko'rsangiz bo'ladi, idealni qilib qotirilgan. Mana bu profil ham qalin ishlatilgan, bunisi ham qalin ishlatilgan. Umuman ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi, qolipda bir xilda bo'lsa yangi boshlayotganlar tushunmaydi. Men shu narsani ichida yurganim uchun, shu narsani bilganim uchun sizlarga maslahat beryapman. 8 ga 4 profil, где-то 2,5 mi yo 2,1 mi, 2,2 qalinlikda qilingan. Mana bu profillar ham ko'pincha boshqa holatlarda juda ingichka bo'ladi, ham bunga nisbatan maydasi qo'yiladi. Baxtdagi mana qoliplarimizda mana ilgakcha bir yondagi bortda. Bu boyagi hozir ko'rsataman. Hozir. Mana yerda kelamiz. Qolibdi. Sanani qilsak. Mana unaqa nima qilingan, bu prujinalik emas. Agarda qolib gata bo'lsa, mana uni tortasiz, yana qo'yasiz. Bu eng sifatlisi. Buni prujinaliklarda men maslahat bermayman ko'pchilikka, chunki unchalik emas u narsa. Ko'pga bormang. Mana reskalar idealni, hammasi elektronni. O'zi tushib, 40 bo'lgandan keyin yana o'zi qaytadi. Addini qaytarish shart emas, qo'shimcha zashtalar qo'yilgan. Mana unga kelib to'xtash kerak. Agarda undan ham o'tib u ishlamay qolsa, mana pastdagilar. Mana miyasi yangi motor ishlatiladi, yangi reduktor ishlatiladi. Bu tomonda ham xuddi shunday. Keyin apparatimizda kesishi mana bu yerdan ligrovka qilingan. Bo'ynagi agarda blogingiz qattiqroq bo'lsa, tezroq, astaroq qilish ligrovkasini qilingan. Haqiqatan mana profillarni ham ko'rsak bo'ladi, mana ugonliklarda pachimliklar ham yaxshi. Ugonliklar ham qalin ishlatilgan. Gap yo'q. O'zim ham tan berdim. To'g'risi o'zim ham ustaman. Baribir ko'pchilik adashadi. Gattak filidan qochishi mumkin. Avvalasi lekin bu narxda uncha joy qilib bermaydi bu sifatda. Sifat haqiqatan gap yo'q. Hozir lekin mana uyingizga borganda mana bu narsalarni olib bersangiz, o'zlari qo'yib beradi. Xohlasangiz, misol uchun beton quydirsangiz ham bo'ladi. Beton quydirganingiz ham ma'qulroq. Lekin buni plus tomoni, u tomoni ishxonani boshqa tomonga ko'chiraman desangiz, boltkaykalarni yechasidan boshqa tomonga ko'chirib ketaverasiz. Mana bu tomondan bloklarimiz keladi. Mana bu reskaning orqa tomonidan kelinadi, u tomondan mishelka tomonidan. Yetarli qattiqlikka yetgandan keyin mana reskada qirqilib, mana bundan buni to'g'riga kelib bu tomonga yuradi. Baxtdan qirqilib kelgandan keyin bunday qirqilib bu tomonga o'tib qirqiladi. Keyin o'zi keyingi tomondan o'zi yetarli qattiqlikka yetgandan keyin bemalol tosh chiqib ketsa bo'ladi. Mana bu yerda o'zi yetarli qattiqlikka keladi. Mana shu yerda o'zi keyin aravachada ortib taxlashga ketilaveradi. Hozir mana qishki kuni bugun sanamiz 26-yanvarda, sovuqda o'tlaringiz bilasizlar. 2 kunda bir qo'yilyapti ekan 20 ta qolib. Agarda mana bu tomonlarni ham plotni qiladigan bo'lsangiz, utuplonni qilib mana bu yerda ozroq pastroq qiladigan bo'lsangiz, ichiga misol uchun yoki pechkami yog'aydigan bo'lsangiz, bir kunda bir marta bemalol qo'yib olsa bo'ladi. Bu qishki kundagi rekord daraja. Hozir bu kishida akamizda bu narsa ozroq qilinmagan.
lekin buni ham qilamiz deyapti hali. Endi yaqinda o'zlari o'rnatgan bu yerga, o'zlari yasab. Gilamisi tajribali usta. Tajribali ustani ishini usta tushunadi. Mishalkalar mahalla o'rnatilgan. Hamma tomon ideal. Mana soatchalar qo'yib qo'yilgan, vaqt bilan hamma narsa qo'yiladi. Keyin u tomondan alyuminiy pudra, kauchuk soda, yana natriy xlormi bir bolalar qo'shiladi. O'zining hammasini gram nimasi bor. Retseptlari hammasi chotga qo'yilib. Gap yo'q. Faqat tan berish kerak. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Agarda zakaz bermoqchi bo'lsangiz, Sherali akamizga aloqaga chiqasiz. Nomerlarni qoldiramiz. Ba'zini kelishib zakaz beraverasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.